Sunzining harbiy ishlar dasturi 36 tadbir. 36 tadbirning eng muhimi nima? Qachish. Undas bu gap rasman yolg'onmi deganda Sunzining harbiy ishlar dasturidimi mushundaq deydi. Ya'ni sening qo'shinning dushmanning qo'shinidan 10 nas ko'p bo'lgan vaqtning o'zida qo'rshab hujum qilish eng yaxshi chora. 5 yaş ko'p bo'lgan vaqtning o'zida qo'shinni bilib o'ng qanot, so'l qanotdan qo'rqmay tegish qilishga bo'ladi. Navoda ikki qo'shinningki oz ko'plik darajasi ikkisidan oz yoki o'xshash bo'lib qolgan vaqtning o'zida amalvat sepel qo'rg'onlar orqali mudofaa oltida qaytirib hujum o'tish kerak. Navodasining qo'shining dushmanikidan oz bo'lgan vaqtning o'zida amalvat jangdan saqlanib qechish kerak deydi. Endi bu yerda Sunzining harbiy ishlar dasturi 36 tadbirda bizga nima foydasi? Biz jang qilmasak, shunam u yolg'iz undaq jang emas. Masalan, bizning amaliy turmushimizdagi savdo maydonimi bir jang. Do'yin maydonimi bir jang o'tidi hozir. Shunami? Shuning uchun buni o'qisak, mashuningdan foydalana olamiz. Sunzining harbiy ishlar dasturi 36 tadbirda tarixni yoq angldik. Bizim hep o'qib baqili zodi nim demakchi. Onun ustiga qodi kitobning funksiyalariga oid azan 2 kitob 12 koy kras haqsiz cho'ngo bavyo. O'ylab baqala birsinara 6 koyli alıslar. Yaqtirgan do'stlar asl seri qardon setib olinglar.